Assalomu alaykum. Xullas, 27-noyabr, 11-oy, 2025-yil. Tun soat 7:20. Kun qanday o'tyapti? Xullas, 2025-yil noyabr oyi uyga borishim, ya'ni o'qishni uyga borishim juda katta nimadirlar, shunday. Uydan keldim, nima bo'ldi? Uydan keldim, savdo qildim, ne qildim? Uydan keldim va savdo qildim. Va hozir hisobimda atigi 4680, menimcha. U degani 7,3%. 7,3% ziyon. Ne kirmayapti, billat. Xullas 7,3% ziyoni. Turibman hozir, kirmadi ham. Og'iz aytib qo'yaver, 7,3% ziyondaman. Hozir yana $50 oshiq ziyondaman. Xullas, nima bo'ldi? Ishga bordim. Ishlab ko'rdim bir kun. Vashta, to'g'ri, yaxshi ekan. Ishlash nisbatan yaxshi, chunki bekorchi qoldim, bekorchi bo'lib qoldim deb o'zini tiramizlaganda, nimadir ish bilan shug'ullanyapman degan fikr seni tinchlantir ekanda, ichingda nimadir bo'ladi-yu. Shuni tinch bo'lar ekan, o'zingni egovlash, yana nimadir bo'lmas ekan. Va ishga o'rganishga borgandim. 15 kun o'rganishga buyurdi menga. 15 kun o'rganishga, yet qilishga vaziyat. Lekin o'rganishga yarasha qiyin edi, isham. O'rganishga yarasha isham qiyin edi. Keyin nima bo'ldi? Bir kun bordim. Soat kechqurun 23:00 da chiqdim yoqdan. Keyin qaytib keldim. Yotoqxonaga qaytmoqchi bo'ldim, lekin yotoqxona 23 da kirgizmayapti. Yotoqxona 23 da kirgizmaydi, 11 da kirgizmaydi, kechki 11 da. Keyin nima bo'ldi? U ancha kutib yurgan kontorga bordim. Kezga o'ynadim, Kez 2 Counter Strike 2. Ertalab 7gacha o'ynadim, 7da chiqib darsga ketdim keyin. Keyin keldim, yotdim va aytdim, yo'q, bu ish bo'lmaydi, chunki men kreditim kattarib ketdi, vapshim. 700 ming kreditim bor o'zimdan. Kreditim kattarib ketdi bir. Agar yana 15 kun ko'chada yuradigan bo'lsa, kechqurun qo'ysin mayli, bir kim buni kvartirasiga, buni kvartirasiga borganman. U kvartirasiga ham ochiq qo'l bilan bormaymiz, nimadir yeyish uchun, hech narsa yetab yeyish uchun olib borishim kerak, to'g'rimi? Olib borishim kerak. Va men 750 ming kredit va o'sha kuni uyqusizlik meni tiltga tushirib qo'ydi. Nima qilishni bilmaslik. Va o'sha kuni nima qilishni bilmaslik tiltga tushirgan holatda men 2 kun hozirgacha yuribman tiltda. Xullas, uydan tiltga tushib ko'rdim. Qo'limdan yolvoraman deb o'yladim. Rostini aytaman, yolvoraman deb o'yladim. Lekin faqat minusga ishladi, yolvoraman degan o'yim. Va kecha USDGPYga bitib qattiq aytganman, biznes qorin degan emas, USDGPYga qarang. Kirdim USDGPYga, mana bu joyga kirdim. Head and Shoulders bo'lgan ekan. Option birjada. Bu joyda kirdim, narx tushdi, chiqdi, yana tushdi, yana turibdi. Hozir ham savdo ochiq, $80 oshiq foydali 0 shotda kirganimda. Lekin undan keyin bugun soat 10 da men arzimagan
mana bu joyda qarang, xuddi narx-kanal hozir qilib turibdi. Narx-kanal tepaga chiqishi mumkin. Lekin men 30 minutlik shamga qaradim soat 10 da va mana bu shamni ko'rib qoldim. USD Shifayda. USD Shifayda o'zi ancha bu hafta kuzatib kelayotgandim, sel ketadi deb. Bearish trend, bearish bir narsa. Va men bu bearish shamni ko'rib shu yerdan kirib yuboribman-da, xuyet qilgan. Yana necha lotda-da? 0.5 lotda. Naq mana bu yoqqa chiqqanda ko'zim chiqib ketdi bor-ku. $190 ziyonda. Вообще bum, kallam, короче. Men hozir $150 ziyon turibdi. Lekin men o'ylayman tushadi deb o'ylayman. Lekin $150 ziyon turibdi. Voy, блядь. Uyat. Hozir men просто hisobimga qarasam, hisobda o'zini aytib qo'ya qolay. Короче, hisobimda $136 USD Shifaydan ziyonda ekanman. $81,5 USD JPYdan foydada ekanman. Xo'p, ikkalasi minus bilan $68-70 ziyon ekanman общий hisobda va meni hisobim $4,600 va men 8% splitdaman, minusdaman. 8% foyda. Nega 8% ziyondaman? Qo'yib qilishga arziydi. Просто demak men bundan oldingi qilgan ijodimdagi harakatlarim barisi xuyna ekanda demak. Demak men просто tavakkallikdan paydo bo'lib qolgan ekanda. Просто tavakkalda men shot olgan ekanman-da. Birinchisidan просто split tavakkalga o'tkazgan ekanman-da. Da, Instagramga kirsam faqat hamma propshot degan shunaqa ekanda. Xullas, короче, agar ne xuya bor-ku, bu yoq ham ammasiga kirib ketgan. Bu yoq ham ammasiga kirib ketgan. Hammasi kirib ketgan qayerga chiqadigan joyiga. Va o'sha kirib ketgan oy noyabr oyi. Darslarim tugab qolay dedi. Ozgina qoldi darslar tugashiga ham. Lekin meni 8% minusdaman, xuyetda. 8%. Lekin men USD JPY'da mana bu joyda kelganida olib qo'yganimda, mana shu joyga kelganda, chunki men bu joyda onlayn edim. Chunki soat ertalab 7 mida mana shu payt onlayn edim. Chunki kontrda edimda. Onlayn edim. Mana shu payt olib qo'yganimda просто 5000 bilan hozir minussiz yurgan bo'lar edim. Balkim endi o'tmishni qaytarib bo'lmaydi. Unaqa qilish ham yaxshi emas. Xullas, tushunmadim nima qilishdi. Men pizdes USD Shifa yomon aldatdi. Tiqordi-ya onasini emsini. Просто bunday ketyapti. Men o'yladim, Mamedga kelib sel ketsa kerak deb o'yladim-da. Просто Mamedga kelib sel ketsa kerak deb o'yladim-da. Bum, kiribman-ku. Voy, blad. Naxuy kirdim deb qoldim keyin. Bum, kiribman-da. Voy, onasini emsin. Shunday kirganimni bilaman. Biznes buyog'i. Xo'p, nima demoqchiman? Bilmadim. Naxuya. Hozirgi turishim, ya'ni hozir balki fikrlarim noto'g'ridir. Lekin fikrimni aytishga majburman. Men zamonaviy dunyoni axlatiman. Просто axlatiman. To'g'ri, bu jang klubidagi o'sha bir narsa emas. To'g'ri, jang klubiga o'xshagan yepang narsa. Dagi gap emas bu. Men zamonaviy dunyoni axlatiman. Hissiyotlarga beriluvchan, hayotga beriluvchan, nimadir juda ko'p istaydigan, nimadir. Yo'q.